Ma ko'rininglardek xatning ostidagi ranglar qayani rangga o'xshash emas. Men ma ko'niziq chiqarman deb meniki PowerPoint'dan ko'niziq chiqmaydi. Shunga Microsoft Word'da latinchisini yozib o'lchamlik julg'onga qapirib ko'niziq aylantirib u yerdan screen saver qilib ekranni saqlab qo'yadigan. U screen saver qilib aniki Microsoft Paint qapirib rasm qilib rasmni olib menga chaplagan. Şuna her bir xat aşağı qolib kelgan. Endi abatlar deb qo'ydim. Biz o'zimizga hurmat qilmasak, boshqa hurmat qilmaydi deb. Meniki mashtaşlarni qilish jarayoni, aşağı qilish jarayonini başdan ko'chirib mashta qilaman. Shunga men g'ayran qilmanglar. Mening so'zlamoqchi o'g'lim tashqi planlarni bevosita ko'radigan olam teleskopi. Oxirida bir kino qo'yib beraman. Mana bu bizning idoraniki torbetidan olgan bir rasm. Bu 9'dan köy olmaydı ki. Bir şey köp devrey. 9. ayının 22. günü tatkarısı mağı. Bizimki iların torbeti de hazır kadar kançılık taşkı plantalar tepildi. Onun için kançılığı cazimleşti. Torbeti çıkırıp kayıp durdu devamlık. Miyagi qarab baksak. Hazır kadar tepilgan taşkı planeta 5596. Anadaki onun içindeki muqimlaşkını, cazimleşkini 1892. Şu 9 ayının 22. günü geçilik. Miyada 5 plantalarını kurbatsan, ma bizim yer şarı, ma qagan töti, hazır kadar tepilgan plantaların içindeki yer şarıga en yakın keldiğin plantalar. Ma Kepler'de isim koyulup kalışı, bunu Kepler teleskopu da tapkan. Şuna şu birinci isim bergen mağanağa. Bizim darda koyup bergen bir Kepler teleskop batı. Bu 4-5 yıl işlep, bazı işin toktap oldu. Lakin şu işlep atkan vaxtı da netçi milyon parça resim tatıp yaşarga düşürüvaq ağını. Hazır ende naiti bir çoğun tatbikat grupisi bunu tekşirip atıdı şu resimlerini. Şu arkalık şu tatlığa yıldızların etrafında kandak plantalar bağdı. Bu plantalar hazır ende cazimleşkini 1892 bir vasıta kürüp tapkan emez. Bunu biz başka vasıta arkalık tapkan plantalar. Mesela Jupiter naiti çoğun. Jupiter'deki naiti çoğun bir planeta özünün ana yıldızına aylanğan vaxtıda tatış gücü sebebiden ana yıldız mediraydı. Mındak aylanğan vaxtıda mediraydı. Tatış gücü sebebiden. Şu bir yıldızın neçilik küzüşü arkalık qatarapki medirdi. Aşını hesabılap şu arkalık onunki orbitisi, çoğun küçüklüğü, massası, qalan nesnenin tapqılı oldu. Bu birinci sol. Yani bir sol, onda çoğun planetalar ana yıldızın aldığını ötkende, ana yıldızın tusuvaldıqalığı için azırak kısmını. Onundan yıldızdan teleskop kelgan nuruniki küçüğü biraz acizlaydı. 0,1%. Yani ondan mı küçük? Aşı arkalık, o yıldızdan etrafında bir planeta varken de tapıdı. Hazır kadar işletken usul mu? Şıkşıkıl usul. Şimdi biz hazır yeniden teleskop hesabatımız, bunu 2020 yılları koyup emekçi, hazırlıklarında 2024 yılda vaxtlarını planlavatıdı. O teleskop, taşkı planetalarını bivas kuralayan teleskop, bugün ben söyleyeceğim mezmunum şu saat sözlemekçi. Biz yaşavatka, biz Samanyolu galakside yaşayımız, bu galaksi naiti çoğun. Allah, acayip var oldu. Ben mouse gün kaptıken ben. Aldı bilen, köz aldığını kaptırgan nese mavu, gün bilen yaşarının ağırlığı 8 minut. Nur yılı boyunca hesaplaganda 8 minut. Bunun ma'nosi nima desanglar, kundan chiqqan nur bizga 8 minut yetib keldi. Shunga sizlar kashda kun o'tirgan qarg'a vaqtlarda allaqachon kun yana atrab chiqib bo'lgan. Keyin kelgan bo'lg'achqa nur 8 minutda. Biz 8 minutdan keyingi ahvolni ko'ramiz. Shunga kun bilan bizning orlig'imiz 8 minut. Endi astronomiyada bu orliqlar bak cho'ng bo'lganligi uchun nurili degan bir birlikni ishlatamiz. Shu birinchi qarag'an chaqda biz yaşayotgan Samanyolu galaksiniki kengligi 100 ming nur yili. Miyakachilik 100 ming nur yili bir galaksiniki. Andiki qalinligi 3 ming nur yili. Bizniki kun miyaga joylashgan miyaga. Biz mishayda yaşaymiz. Bu Samanyolu galaksiniki buning o'rtasida nayt cho'ng bir qara o'nkur bor. Bizniki miya yaşashimiz yaxshi bo'lmasa kirkit qilardik. Odam yashamaydi, yaqin bo'lgan chaqda.
Endi Nurili deganga biroz hukm berib qo'yay. Bu bizniki huquqlar ko'p so'ragan savollarning birisi. Bir Nurili degan gap nur 1 yilda bosgan orliq. Buni qanday hisoblaymiz desanglar, 1 yil 365 kun. 365 gün, bir gün 24 saat, 1 saat 60 minut, 1 minut 60 sekund, andaki nur 1 sekundaga 300 bin kilometr mangadi. Muşlarning hammasi ko'paysak 1 nurili bo'lgan bo'ldi, shu orliq. Shunga buni agar songa aylantirsak, 9,46 trilyon kilometr keldi. Ani buni aylanib yezib chiqsak, o trilyon degan gap 12 nol bor degan gap haqida. Shunga bu san bak yugan bo'lsa og'izi patmay nurili deb atib olgan. Şu an galaksinin çoğunluğu başında. Endi bizniki hozir şu teleskop bilan kuzatmoqchi bo'lgan rayon 30 nurili doirasini kuzatmoqchi. 30 nurili ichidagi yulduzlarni kuzatmoqchi, tashqi planetalarni tepish uchun. Mavu şu saman yo'li galaksiniki bir ko'rinishi, mishadagi har bir tal chekit bir tal yulduz. Har bir tal oq chekit bir tal yulduz. Ba'zi odamlar bir o'xshash qilib baxti bu vaqtda yer şaridagi bütün dengiz qirg'oqlaridagi qumni sanasanglar, shu qumning soni bilan koinotdagi yulduzning soni o'xshash ekan. Bu ishimizni sanab boqinglar. Bizniki Samanyolu galaksiyada 200 milyard yulduz bor. Hozirgi o'lchamlashcha bu taxminiy yulduz emas, taxminiy son emas, uni soni qilindi, uni sanaydigan algoritmlar bor. Başta resmiy olgandan keyin har bir chekitni sanab chiqildi, shu bo'yicha kelib chiqqan son bu. Ondan keyin şu kainatta 100 milyarddan 200 milyardçılık galaksi var ekan. Mölçer. Şuna bu ikisini köpaysanlar qancha yulduz borligi chiqadi. Uni og'izga patlagan san emas. Bu biz yasatgan teleskopda biz şu nima ana yulduz bilan uni aylanayotgan planetaniki undan ma'lumot shu to'g'ri. Oraliqdagi bulundan paylanamiz. Bu bulunma intayin küçük. Ben bir yerde bir küçükten izalaş qilib baktım. Kısa manda tik bulun degan bulun 90 gradus oldu. 90 gradus. Bir çemberek 360 gradus, ma 90 gradus. Eğer biz özümüzden 10 nurili jiroqlikka bir yulduzni qarayotgan bo'lsak, ma seriq yulduzga, uning qishida bir planeta bor deb faraz qilaylik. U planeta bilan yulduzniki orlig'i bizniki yer shari bilan quyoshniki orlig'i bilan o'xshash bo'lsin. Ashta vaqtda biz yer sharidan turib ash yulduzga qarasak, maş yulduz bilan planetaniki ikisi yasagan, ikki siziq yasagan bulun, seta buluni 0,0009 gradus. 1 gradus ne 10 ming, 100 mingga bo'lgan vaqt, 10 mingga bo'lgan vaqtdagi bir partisi degan gapda. Shunchalik orlig'i yaqin. Ashta bu boshqa bu jiroqlikka yulduzni qaragan vaqtida planeta bilan yulduzga chapishqandan ko'rindi. Acayip olmaydı. Mesela bir misal var. Bunu boptu. Yani bir devlet alalım. Aşağı boğalık için, bu ikisi argı olmalı için adeti teleskopu bir vasıf qarsak, biz fakat yulduzunu göremiz, planetani göremeyiz. Şuna biz bir yeni texnik işletip, teleskopun içinde yulduzniki nurunu yok kıvitip, planeta bayadaki nurunu, andaki planetani görüş getirişimiz. Biz qilgan texnik şu. Bazı kişiler maçta teleskopga nima talab qo'yildi degandan mo'ljarlab baktı. Onun kelib chiqqan bir mo'ljar, bu Himalayas tog'i yer yuzidan 9 kilometr egizlikda, eng egiz cho'qqisi. Agar shu teleskopni yerga qo'yib, ash cho'qqiga qarag'an vaqtda shu cho'qqidagi bir odam chechining ustidagi mudirchiqni ko'radigan bo'lish kerak. Odamning chechining tomlig'i 17 mikrometrdan 180 mikrometrga keladi. Şu çaştaki mudirchiqni ko'radigan bo'lsa, biz tashqi planetlarni ko'ra olamiz. Aytaq hisoblab baktı. Albatta men degandek quyosh quyoshniki chegarasi, aniki yer shari bu. Shunga biz tashqi planetlarni topamiz degan vaqtida biz izlayotganimiz Jupiter yoki Saturnga o'xshash cho'ng planetalarga qiziqmaymiz. Sababi nima desanglar, unda jonliq yo'q. Bizim izlayotgan planetalar jonliq bor planetalarni izlayotganligimiz uchun undaki tuzilishi yer shariga o'xshash bo'lishi kerak. Cho'ngchiqligi endi toshdan tuzilgan, suv bor, havo bor, manda planetalar izlaymizda. Ashta bu boshqa unda planetalar nihoyat kichik, masalan, mana o'xshash. Ma'lumot topmoq oson mandaqlarni, ammo unda jonliq yo'q. Jonliq borlari mana o'xshaydi, yer shariga o'xshaydi. Hozir bizni izlamoqchi bo'lganimiz shu. Endi parastit baxsanlar bo'ladi.
Muşu kun biz qaratgan yulduz o'xshaydi. Biz o'sha qarasak bir tal chik top ko'rindi. Bir tal yulduz. Yulduz o'zi chik top ko'rinsa, mana planeta nada degan gap bor-da. Uni qanday topamiz degan gap bor. Shunga bu nihoyatda bir qiyin texnika. Ma'vo yasharinimi hozir boshqa Sertin deymiz, yaqinda Neptunga bir alam ushqir ma'lum shu kitpashlardan tatvagarsin ma'vo. Aliga intayin yaqin. Endi Akşamisi asman qarasanglar, nurg'un yulduzlarni ko'rsanglar, agar sanasanglar 3000 dak yulduzning sanlig'i bo'ldi akşamisi qo'l bilan. 3000 dak yulduzning sanlig'i bo'ldi. Bularningki ichidagi bizga eng yaqin yulduz 4,26 nurli yiroqda. Demakchi, siz ko'rgan yulduzniki eng yeshi 4 yosh. 4 yildan burungi nur abi. 4 yildan burungi yulduzda. Qolganlari necha yuz nur yil yiroqda yulduzlarniki. Endi yulduzlar kunduzmi bu osmonda ko'rilolmaydi. Sababi nima desanglar, bizning atmosfera 80 kilometr keldi qilinligi. Bak kun nuri atmosferaga tekkan vaqtida unda nurg'un zarrachalar bor. O nur chechiraydi. Çünkü osmon ko'pga ko'rinish sababi shu. Agar 80 kilometrning ustiga chiqib, qaynatib qarasanglar, hamma yoq qop-qorong'i ko'rinadi. Qop-qorong'i faqat yulduzlar ko'rgil bo'ldi. Damliq kecha u ya. Kunduz yo'q. Nimishqa desa, bak kun nurining chachilagan narsa yo'q u yerda. Atmosfera yo'q-da. Şuna yulduz kech-kunduz bu osmonda biz faqat kech ko'ramiz. Endi ma'vu azizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kinoniki bir qismini men kishdan tushuntirib qo'yay. Andikin u kinomiz til inglizcha shuni ma'no ko'rib olgandan keyin andik uni tushunmak osonroq. Bu teleskopniki bir qancha narslar bor, shuni qisqacha tushuntirib ketay. Ma'vu yulduzdan kelgan nur, tashqi yulduzdan kelgan nur, miyada bir shakl o'zgaradigan aynak bor. Bu nur oldindan shakl o'zgaradigan aynak tegidi. Ondan keyin miyada bir koronograflik maska degan bir maska bor. Bu maska nihoyatda kichik, bir necha mikrometr keladigan maska. Bu maska yulduzning nurini to'sib oladi. Planetda bilan yulduzning orasida kichikina bulon bo'lganligi uchun u maskaning sirtiga tushadi. Planetaning nuri. Shunga nimaniki yulduzning nurini to'sib oladi, planetaning nuri o'tib ketadi u yerdan. Ammo bu nur maska tekkandan keyin chechiraydi. Uni biz diffraction deymiz, chechiraydi. Chechirgandan keyin miyada Leo maskasi degan yana bir maska bor miyada. U chambarak shaklli. O chechirgan nurni o'tosidi. To'sqandan keyin bu nur berib kameraga tushadi. Kameraga tushgan taqdirdami, mundaq bir ahvol bor. Tashqi planeta bilan ana yulduzniki nur farqi 10 milliard keladi. 10 milliard assa. Yulduz planetadan 10 milliard assa yuruq. Ashta bo'g'ashqa planetani ko'rish uchun biz yulduzniki nurini 10 milliard assa yo'q etishimiz kerak. Uni qilolmaydi hech qanday texnika bevosita. Shuning bilan bu kelgan nurni biz ma'vu shakl o'zgaradigan aynakning shaklini o'zgartirib, men o'lchab shaklini o'zgartirib yurib, bir qorong'u rayon paydo qilamiz mana o'xshash. Mana shu qorong'u rayon paydo qilamiz. Bu qorong'u rayon nimadan paydo bo'lgan desanglar, yulduzning nurini yo'q etgandan paydo bo'lgan. U nurni boshqaga o'tkazib etgan. Endi men planetas ko'rildi. Masalan, ma'vu xili hisoblash orqali chiqqan narsa, ma'vu Yupiter mundaq ko'rindi. Agar tashqi planetada bir Yupiter bor bo'lib qolsa, bizniki mashtahnika ishlatgan chog'da mana o'xshash ko'rindi. Yer shari mana o'xshash ko'rindi. Shunga tashqi planetani bevos ko'riladigan teleskop desanglar, bir chiroyli yer sharida meni ko'rilgan o'xshaydi mana deb o'ylab qolmanglar. Hozir tashqi planetaning nurg'un rasmlari bor, bularni sizga rasm. Bizniki uni bevos ko'radigan teleskopdan hozir hisobotimiz, u putgan chog'dami bizning ko'radigan narsamiz ma emas, bunda chiroq rasm emas, ma'u. Bir tal chekit. Endi ma chekitni topgandan keyin spektroskopiya degan bir texnika bor. O'sha orqali planetadan teleskop qabul qilgan nurni tahlil qilamiz. Buning nima tarkibi bor? Tahlil qilish orqali planetada qanday havo bormi yo'qmi, bo'lsa qanday havolar bor, suv bormi yo'qmi, buning hamma xususiyatini tepib chiqib oldi. Endi NASA hozircha o tashqi planetaga qanday boramiz bu to'g'ri o'ylashgani yo'q. Hozirgacha tepib shu yasharga o'xshash boshqa planetalarni tepib qayerda deyapti. Endi berish oson emas. 4 nur yilnimi birdan bir ömürde men bo'lmaydi hozir texnikada. Hozir texnikada eng tez mangadigan surat soatiga 80 ming kilometr. Endi nur yilda 4 yil ketadigan bu texnika bog'lanmaydi. Shunga biz hozir qanday berish to'g'riliq qarashganimiz yo'q. Faqatla tepib boshqa yashar o'xshash boshqa planetani topaylik deyapmiz samolyotga galaksiyadan. Shunga hozir kinoni qo'yib bermoqchi. Men optik sohasida nurg'un ishlarni qilman, bir qilgan shu. Qorong'u rayni paydo qilish teleskopda obatni ishlatgandek biz teleskopni yasashdan burun uni kompyuter yasaymiz. Meniki kompyuterimda 4 ta teleskop bor.
İdare etayotgan teleskopning hammasini kompyuterimda bor. Mush narsani chiqaraman men, aslida chiqara olmayman. Mani men bilishlarga yana bir odam chiqadi, John Chris degan. Men undan burroq NASA bosh shtabiga o'tgan bir kinoni men chiqarib bergan. Endi men mushada bizning idoraniki bergan bahasi dunyodagi oldingi o'rindagi mutaxassislardan birisi deb baholadi. The leading expert in the world. Rahmat. Endi keyinchi masalasini ko'rib qolsanglar, erkining to'pisi bor ekan deb o'ylasanglar xatolashmaysizlar. Mening to'pim haqiqatan bor. NASA o'tgan mana shu 2014-2015 yili texnikaga jiq pul qarashladi. 50 million dollardan jiqroq. Andan keyin bu 2015 yili men uchun eng bir usullik yil bo'ldi. Jami 9 parcha ilmiy maqolaga avtor bo'ldim. 8 parchasi jurnalga chiqdi. Uning 3 parchasini o'zim yozdim. Endi men NASAga kirgan 12 yil bo'ldi. Hozir qadar 37 parcha maqola chiqibdi yiliga, o'tir hisob bilan 3 parcha maqola. Endi bu bizning darda bir rekord hisoblanadi, shuni sizlarga ko'rsatgim keldi. Shuni ko'rsatgim keldi. Rahmat. Men ana kiloni qo'yaman. Ma'u kino inglizcha men qo'yib bo'lgandan keyin sog'lom bo'lsanglar, so'rasanglar bo'ldi. Vaqt o'tib ketdi, o'rishadi. Ovoz chiqadi maniki. This one appears to be a gas giant not unlike Jupiter in our own solar system. As we move further away, the two planets disappear into the glare of their sun, into the glare of their... Ma sözge adam ismi Nick. Mehmet bilişler adam. This solar system appears to have features very similar to our own Earth. It has continents, oceans, and clouds. This star has another planet. This one appears to be a gas giant not unlike Jupiter in our own solar system. As we move further away, the two planets disappear into the glare of their sun. The star now looks like all the other stars in the night sky. How will we ever see these planets? We cannot yet travel there, for the distances to even the closest stars are well beyond humanity's current capability to traverse in our lifetimes. We will have to rely on a space telescope. Housed inside this telescope is a science instrument called a coronagraph that is designed to separate starlight from reflected planet light. As the light makes its way to the coronagraph, we also notice signs of small distortions picked up when the light reflected off the tiniest of imperfections in the telescope's large mirrors. With the coronagraph not yet activated, we see on the monitor what the star looks like through a telescope. No matter how large and perfect the telescope is, it turns what was once a point of light by concentric rings. The effect of what is known as diffraction. Somewhere behind the rings of light are the two faint planets. As you're about to see, a coronagraph helps directly image faint planets by doing three things. First, a coronagraph blocks most of the incoming starlight using a mask with a dark central region. The mask is carefully designed to redirect the starlight that it does not block off to the edges of the beam. As we see on the monitor, the inserted mask has already decreased much of the central starlight. Secondly, a coronagraph removes the effects of diffraction. When something that looks like a washer is placed into the light path, it blocks the light in the edges of the beam, and the rings disappear. We have now managed to remove almost all of the starlight, and are now able to view objects more than 1 million times fainter than the star. But what happens to the light from a planet? Why doesn't it also get blocked by the mask? Because the telescope is pointing directly at the star, the planet's light comes in at an angle, misses the mask, and passes through the center of the washer. But we are still unable to see the planets. If we look closely at the monitor, when we turn up the image signal by collecting more light, what appears to have been a blank field actually consists of blobs of leftover starlight. This scattered light, due to minute imperfections in the telescope's optics, is still hiding the faint planets. So this takes us to the third and last element of the coronagraph, the removal of these scattered blobs. A special mirror is used with hundreds of tiny pistons behind it that can change its shape so as to correct the distortions in the light beam.
Şekli özgürlüğün The eynek. mirror deforms. The blobs of light, as seen on the monitor, slowly begin disappearing, finally revealing the brighter of the two planets. Afterwards, the fainter planet also comes into view. We can now start to see objects more than 1 billion times fainter than the star. Deep within the glare of their star, we have discovered our two planets. And if the light from these is passed through a prism, we will see the light spread out into rainbows of color. But when looking closely, some colors are missing. They were absorbed by gases in each planet's atmosphere, giving us important clues about their composition. The search for life in the universe has Mao abetimen degan spektroskopiya degan texnika shu planetlardan kelgan nurni analiz qilib bir qism nurlar yo'q bo'lib qoldi mana o'xshash. Nimishqa deganda o'xshamagan elementlar o'xshamagan nurni shimirib oldi. Masalan, hidrogen bir xilni shimirib oldi, karbon bir xilni shimirib oldi. Shuni qarab turib, ash planetlarda qanday havoga bog'lig'ini uqul oldi. Bu oxirida da'vat qilgan ash texnika. Oxir mishon tugaydi. Ben müşahede toxtib qo'yay. Anadan keyin yana azroq qo'shimcha qilib qo'ydig'im, yaqinda anladinglar. Marsda suv tepildi. Uni bizni e'lon qilib qo'ychi vatanga Uyg'ur bola bilib olibdi ekan. Mendan bilan necha kun baldirib so'rashga boshladi. Erkak bir maxfiy yaqin bir o'tirish bor ekan. Bir bayqabdi nima ekan deb so'raganda men ona olib ekanman. Berib bizning torbeta qarsam bizni dardim maxfiy ekan u. Shunga men saqlab turib keyin mushakilashdan azroq necha kun burun uni e'lon qildi. Marsda suv tepildi. Bizniki Marsni hozir orbitlab aylanayotgan bir tekshirish mashinasi bor. U risnat qilib 5 yildak bo'lgan. Qarsa, ba'zi eriqlar ba'zida paydo bo'lib, ba'zi yo'qib ketib, ba'zi paydo bo'lib, yozda paydo bo'lgan, qishda yo'qib ketgan ekan. Ammo ashta bo'lsa-mu, dastlabda gumon qilgan, bu eriq ekan deb gumon qildi. Eriq deganda xullo hamda kengligi 8 metr, anda uzunligi bir necha 10 metr kelgan eriqlar. Keyin uni qarang'i siziqda kelganlardan ko'rdi, lekin sum emas uqolmagan. Yaqinda abatman degan spektroskopiya usuldan foydalanib, uni rasmiy o'lchidi anasini. O'lchiganda u sukan deb shuni bayqab, shunga yaqinda buni Nature degan jurnalda e'lon qilibdi. Aniki bizim idoradami uni bir press conference muxbirlar yig'ini e'lon qildi. Endi u suv nihoyat tuzliq ekan, 95% tuz, 5% suv. Shunga hozir endi uning ustiga u yoz vaqti paydo bo'lib, qish vaqti yo'qib ketgan bo'lg'achqa, uningda jonliq bor deb deyamidi. Ammo buning tepilishi bilan hozir NASA odam chiqarishga texnik qiziqyotdi. Odam chiqarib tekshirib baqsaq deb, kelajak 3-oyda yana bir mashina chiqadi Marsga. U ya'ni ko'lab shu yana aslidagi suvni tekshirishga tirishib baqmoqchi. Lekin ma bayqashning o'zi endi NASA'niki Marsda canlıq izleydiğen kızıkışını kuchaytiryapti. Şuna bu hozir endi Marsga 2030 yili adam chiqarishni planlab bo'ldi. Qancha shu chiqqasi bo'ldi, necha qatim raketa chiqaramiz degan. Desa 4 odamni chiqarmoqchi, 4 odamni opirib tirik yondirib akilish uchun 3 oy to'g'izib. Uni bir 90 tonna kuchga chiqmasa bo'lmay ekan. Ashning hammasini qanday chiqamiz deb oldi. Ayni bir punkt qilib, masalan, oyga yo'tkab, oydan aniki Marsga opirib, yasharni tortish uchun qutilish uchun ashta qilishlarni planlab bo'ldi. Shu hozirgi plan shunday. Bu NASA'dan boshqa shaxsiy shirkatlar var Angliyada, Mars One degan. Ularni o'z oldiga odam chiqarmoqchi, NASA'dan balduroq. Lekin ularni qilayotgan ishi seni opiramiz, imkon bor uzoq saqlaymiz jiningni, ammo o'lib qolsang karimiz yo'q deb xalqal tizimlar degan nur odam tizimlatdi unga. Net 100 ming odam. Uyg'ur bolalardan 3 tizimimiz deb keyin qarsa pasport yo'q tur qoldi ular. Hozir pasportni qo'yib ekan, o anın tizimini vaqt o'tib ketdi endi. Ashnalar bir Uyg'urlarning tizimini ko'rmadim. Ishqib bu ishlar bo'yatdi. Ani anlasanglar, uningki nasali munosabati yo'q. Opirib qo'yib kar yo'q. Ishni uni ashlar Angliyalik shirkat qilyapti. Agar sizlarni borman berib qaytib kelsa, mayli salaman hozir chiqib qolaman bir alim chiqishni birasiga. Bizning vatandan chiqishi pasport kerakda endi. Uni keyin kerak bo'lmasin. Bu bir ahvol. Yana bir ahvol, men Turkiyaga kelsam, Marslik adam degan kinoni nihoyat ko'p tashviq qilib turibdi, Oftizani oqsida. Bu NASA'da cho'ng xabar olib ketgan. Hozir endi Marsga adam chiqargan to'g'riliq fantaziya kinolari ko'p. Muhaqqatan kino ona sal o'xshamaydi.
bu artist bizlarga bağlı. Bizlarda bir Mars jungle degan bir jungle var. O jungle'da Mars çıkıdığan maşinlarni sınak kıldı yerde. Her xil taşlar var, kumluq var, aşağıda mağdırıp şu sınak kıldığı ya. Mars berip aşağıda kollarının izlerini çıkarıp aşağıda kılıp bir neçe gün yerde jürgen endi. Şuna maqatimki bu kino naiti emniyetke yakın. Marsga bir adam bağlandı ekan, qandaq kunlarni ko'rdi degan narsaga pek yakın. O kinoning asos voqealigi nimaga desa 4 adam chiqadi ekan. 4 adam chiqib bir naiti qattiq bo'ron chiqib, ma bir artist yo'qolib ketdi ekan. Yo'qolib ketgan qolgan 3 kishi bu o'libdi deb mashina haydab ketib qolgan Yasharga. Bu ketgancha 4 yil qaytib kelmay ekan qolganlar. O'nchilik bu aloqa uzilib qilib, madam bilan Yasharniki. Bu adam endi u ketgan odamlar 4 yildan keyin qaytib kelgichilik Marsda jeni vaqtmasa ekan. Şuna Mars'ta çoğun bir zaldak öylerini yasagan ekan, bu aş öncede terörçilik qilib jeni vaqtida. Ama makina emniyetga bak uygun bo'lg'achqa NASA'dagilarni maxsus bizlarga akib qo'yib bu kinoni Arslan kelib suhbatlashib ashta qilib ketdi. Bu kinoni ishlab bo'lg'achik NASA'dagilardan bek ko'p fikr oldi. Emniyetga uygun kelamdi, kelmamdi deb. Endi ash kino ki Marsga odam chiqsa qanday kunlarda 5-3 oyligiga niki bir dastlabki ko'rinishi endi. Agar imkoniyatlar bo'lsa ko'rsam bo'ladi. Kino chiqib bo'ldi Amerikada ikkinchilar chiqqan, mayli qolsa kunlar chiqib qo'ymayman. İngilizce The Martian dedi Marsga adam. Rahmet. Erkeğimiz ne ayda çıktı. Soğanlar olsa erkeğe.